Assalomu alaykum elektrotexnika uz kanali obunachilari va kuzatuvchilar. Biz kanalimizda video darsliklarni boshlaymiz. Bugungi darsligimiz kuchlanish haqida bo'ladi. Kuchlanish nima? Elektrotexnika va elektronikadagi kuchlanish nima? Buni qanday talqin qilish mumkin? Bizning keyingi suhbatlarimiz shu haqida bo'ladi. Kuchlanish gidravlika nuqtai nazarida hamma ko'rgan va tushunchaga ega suv bosimi minorasi, ya'ni vodonaporная bashня. Qisqacha qilib aytganda, bu katta suv to'ldirilgan bokal. Tasavvur qilamiz, suv bosimli minora yuqorisigacha to'ldirilgan. O'z-o'zidan minora pastki qismida yuqori bosim yuzaga keladi. Agar minoraning suvini yarmini to'kib tashlasak, nima bo'ladi? Minoraning pastki qismida suv bosimi 2 barobarga kamayadi. Keling, minoraga bir chelak suv solamiz. O'z-o'zidan bosim juda kam bo'ladi. Keling, yana bir holatni tasavvur qilib ko'ring. Bizda suv nasosi bor. Unga ulangan shlangni uchi yopiq. Suv yugurishga tayyor, lekin yo'li yopiq. Shlangni uchidagi tiqinga bosim hosil qilib turibdi. Tiqinga urilgan bosim nimaga bog'liq? Menimcha hammaga tushunarli. Bu nasosning quvvatiga bog'liq. Agar nasosning quvvati katta bo'lsa, unda tiqin miltiqning o'qidek uchib ketadi yoki shlangni yorib yuboradi. Bu holatda bosim nasos yordamida yuzaga keladi. Bu xuddi minoraning gorizontal ko'rinishiga o'xshaydi. Xuddi shularni minoraga nisbatan aytsak ham bo'ladi. Bu yerda gravitatsion kuch evaziga minora past qismida bosim hosil bo'ladi. Agar minora to'la bo'lsa, bosim yuqori va suv kamayishi bilan bosim ham kamayadi. Endi tasavvur qilib ko'ring, okean tubidagi bosimni. Ayniqsa Marian bo'shlig'idagi. Bu ikki holatda bosim haqida nima deyish mumkin? Bosim bor, ammo suv molekulalari joyida turibdi. Hech qayerga siljigani yo'q. Buni eslab qoling. Bosim bor, ammo harakat yo'q. Elektr kuchlanishi bu minoraning pastki qismidagi bosim, ya'ni kuchlanish gidravlika misolidagi ko'rinishi. Bu holatdagi minoraning pastki qismi bu 0, suvning sathini hisobiga nisbatan. Elektronikada boshlang'ich hisob akkumulyator yoki batareyadagi minus deb olinadi. Masalan, solishtiraylik, 12 volt avtoulov akkumulyatorida minora suv sathi 1.5 voltlik batareykaga nisbatan ko'p. O'z-o'zidan bosim ham. Ushbu bosim elektronikada kuchlanish deb ataladi. Masalan, blok pitaniya 0 dan 30 voltgacha chiqarishi mumkin deb ko'p eshitgansiz. Yoki oddiy til bilan aytganda, elektr bosimini hosil qilishini. Chiqish klemmalarida 0 dan 30 voltgacha. Rasmda ko'rsatilgan minus bilan belgilangandan boshlab, xuddiki 0 dan boshlab suv sathi o'lchanganligi kabi. Minusu boshlang'ich hisob plyusga qarab. Elektr kuchlanishi hosil bo'ldi degani bu elektr toki hosil bo'ldi degani emas. Elektr toki yuzaga kelishi uchun elektronlar bir tomonga harakatlanishi lozim. Ammo bu holatda ular bir joyda turibdi. Agar elektronlar harakati bo'lmas ekan, elektr toki ham bo'lmaydi. Elektronika nuqtai nazari bilan olganda blok pitaniyada birinchi shub
bosim bor, ikkinchi shubda bosim yo'q. Xuddiki yerda turgan suv to'ldirilgan minora kabi, gidravlika qiyosidagi kabi. Shuning uchun Blok Britaniyaning manfiy shubi qizil rang bilan belgilangan. Misoli ehtiyot bo'ling, bosim bor. Musbat shub esa qora yoki ko'k rang bilan belgilangan. Nafaqat Blok Britaniyada, yoyinki hamma asboblarda shuningdek belgilanadi. Elektronikada qaysi chiqish klemmasida katta elektr bosimi borligini bildirish uchun plus belgisi bilan belgilanadi. 0 esa, ya'ni bosim 0 minus belgisi bilan belgilanadi. Shuning uchun ushbu ikki chiqishlarni tutashtirsak, elektr toki shiddat bilan plusdan minusga qarab harakatlanishni boshlaydi. Lekin bunday qilish maslahat berilmaydi. Chunki buning nomi qisqa tutashuv deb nomlanadi. Kuchlanish formulasi. Bu yerda A bu zanjirning bir qismidagi zaryadni harakatlantiruvchi elektr maydonining ishi. Joule. Q bu zaryad, kulon. U bu elektr zanjirining bir qismidagi kuchlanish, volt. Amalda esa zanjirning bir qismi uchun kuchlanish Ohm qonuni orqali chiqariladi. Bu yerda I tok kuchi amper, R qarshilik ohm, U kuchlanish volt. Tokning kuchlanishi bu nimani bildiradi? Bu iborani so'zlashuv nutqlarida tez-tez eshitamiz. Tok bu holatda elektr toki. Shundan kelib chiqqanda tokning kuchlanishi bu elektr tokining kuchlanishi. Bizda buni qisqartirishadi. Men yuqorida aytganimdek, tok o'zgarmas va o'zgaruvchan bo'ladi. O'zgarmas tok va o'zgaruvchan tok, o'zgarmas kuchlanish bu sinonimlar. Xuddiki o'zgaruvchan tok va o'zgaruvchan kuchlanish bundan kelib chiqqan tokning kuchlanishi iborasi shuni ma'lum qiladiki, elektr zanjiridagi ikki nuqta oralig'idagi yoki ikki sim oralig'idagi qanday kuchlanish borligini bildiradi. Masalan, rozetkadagi tokning kuchlanishi qancha deb savol bersa, siz qo'rqmasdan 220 volt deb javob berasiz. Avtoulov akkumulyatori tokining kuchlanishi qancha degan savolga qo'rqmasdan 12 volt deb javob berasiz. Shuning uchun qo'rqmasdan amalda ushbu iborani bemalol foydalansangiz bo'ladi. O'zgarmas va o'zgaruvchan kuchlanish. Kuchlanish ikki xil bo'ladi. O'zgarmas va o'zgaruvchan. So'zlashuv nutqida o'zgarmas tok va o'zgaruvchan tok iboralarini tez-tez eshitib turasiz. O'zgarmas tok va o'zgarmas kuchlanish bu sinonim. Xuddiki o'zgaruvchan tok va o'zgaruvchan kuchlanish kabi. Masalan, biz yuqorida ko'rib chiqdik. Bunda minora ostidagi hosil bo'lgan suvning bosimi vaqt o'tishiga nisbatan o'zgarmas. Minorada suv bor ekan, u minora ostiga bosim hosil qilib turadi. Umum olib qaraganda hammasi elementar va oddiy. Endi o'z-o'zidan savol tug'iladi. O'zgaruvchan kuchlanish deb nimaga aytiladi? Hammamiz arg'imchoq uchishni yaxshi ko'ramiz. Avval siz bir tomonga uchasiz, keyin sekinlashib va orqa tomonga uchasiz. Va bu jarayon qayta takrorlanadi. O'zgaruvchan kuchlanish ham o'zini shunday tutadi. Avval elektr bosim bir tomonga bosadi, keyin sekinlashish jarayoni va keyin teskari tomonga bosadi va yana sekinlashish jarayoni
va jarayonlar yana va yana takrorlanaveradi. Xuddiki arg'imchoq kabi. Tushunish qiyin bo'lyaptimi? Unda sizga Shishkovning radioelektronikadagi ilk qadam, Первые шаги radioelektroniki kitobidan misol. Yopiq quvur tizimida suv va porshinni olamiz. Bizda porshin harakatda. O'z-o'zidan suv molekulalari ham bir bu tomonga og'adi, bir teskari tomonga og'adi. O'zgaruvchan kuchlanish ham elektronlari o'zini shunday tutadi. Bizning uyda 220 volt tarmog'ida ular sekundiga 50 marta tebranadi. U yoq, bu yoq shuncha tebranish sekundiga gerts deb nomlanadi. Tex adabiyotlarda Getse deb yoziladi. Shunda bizning rozetkamizdagi kuchlanishning tebranishi 50 Hz. Amerika Qo'shma Shtatlaridagi rozetkalar kuchlanishining tebranishi 60 Hz. Bu elektrostansiyalardagi generatorlarning aylanish tezligiga bog'liq. So'zlashuv nutqida o'zgarmas kuchlanish, o'zgarmas postoyanka va o'zgaruvchan kuchlanish perimenka deb ataladi. Keling, oscillograf ekranida o'zgaruvchan va o'zgarmas ko'rinishini ko'rib chiqamiz. Oscillograf kuchlanishni vaqt oralig'ida o'zgarishini ko'rsatishini bilsangiz kerak. Agar oscillograf shupiga hech qanday kuchlanish berilmasa, uning oscillogrammasi Y o'qi darajasi bo'ylab to'g'ri chiziqni ko'rishimiz mumkin. Y bu kuchlanishning qiymati, X esa vaqt qiymati. 0 kuchlanish oscillogrammasi. Keling, o'zgarmas kuchlanish berib ko'ramiz. E'tibor bergan bo'lsangiz kerak, o'zgarmas kuchlanish oscillogrammasi ham to'g'ri chiziq vaqt o'qiga nisbatan parallel. Bu bizga shundan dalolat beradiki, o'zgarmas kuchlanishning qiymati vaqt og'ishiga nisbatan o'zgarmaydi. Yana bir bor oscillogramma buni bizga isbotlaydi. O'zgarmas kuchlanishning oscillogrammasi. Bu esa o'zgaruvchan kuchlanishning oscillogrammasi ko'rinishi. Bu yerda ko'rishimiz mumkin, kuchlanish vaqt og'ishi bilan o'z qiymatini o'zgartiryapti. Bir 0 dan baland, bir 0 dan past. O'zgaruvchan kuchlanishning oscillogrammasi. Telegram kanalimizda matn shakli ham bor. Agar xohlasangiz, mana bu silka orqali Telegram kanalimizga ham obuna bo'lishingiz mumkin. Va Telegramda guruhimizda a'zo bo'lib, o'z fikrlaringiz va izohlaringizni yozishingiz mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Bizni kuzatib borishda davom eting.